Hammaga assalomu alaykum. Kia K5 mashina bir ko'pchilik uchun Getty qiladi-ku, to'g'rimi? Morda qismini e'tibor beringlar, diskasini e'tibor beringlar. Eng fulli, ya'ni GT Line varianti bo'ladi-ku. Shu diska shu morda. Mashina birinchi pozitsiya, lekin lyuks kopiyasi GT Line. Zavodskoy shunday deb ishlangan. Zavoddan chiqqan. Mashina shot spravka desam ham bo'ladi. Birinchi nimalari olinib, tayyor turibdi. 2024-yilning oktyabr oyida salondan chiqqan mashina. Kia avtosalonidan ta shu avtosalonimizgacha 1200 kilometr. Ya'ni Peregon bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Mashina paket. Ya'ni telefonni sotib olgandan keyin telefonga birinchi beriladigan mehr, telefon chexol, keyin shisha laminatsiya bo'ladi-ku ekrandan. Shu deganning bu mashinamiz ham paket olinganning birinchi qilingan ish. Polirovka keramika bo'lgan ham oyoq tiyina o'zini chotga olib tushadan Kia'ni o'zini politlarni ustunovka qildirganlar. Mashina prямо egadan gal turibdi. Qiziquvchilar bo'lsa, xarid qiluvchilar bo'lsa, mashinamiz 2024-yil, hozir aytganimning oktyabr oyida avtosalondan chiqqan. Lekin dokument 2023 bo'lib berilgan. Narxi 355 million so'm. Naqd pul, barter, nasiya savdo farqi yo'q. O'zingiz yoqqan tartibda xarid qilsangizlar bo'ladi. Bagaj qismini e'tibor beringlar. Вообще yomon. Mayli bu yoqamiz sara Kia K5 mi? O'zlaring baho berib o'tasizlar kommentariyada. Arqa qismini yuzib o'taman. Sal qarangga tushib turgani uncha ko'rinmaydi. Bemalol avtoshop avtosalonimizga kelib turib, ustunda ko'rib, tekshirib, xohlasangizlar kraska sistemasini tekshirib, xohlasangizlar esa probek, taraflama tekshirib, keyin pulni sanab bersangizlar bo'ladi. Aytganimning naqd pul, barter, nasiya savdo, barter degani endi ko'pchilik odam biladi, bilmaganlar uchun aytib o'taman. O'zingizni haydab yurgan eski avtomobillaringiz bo'lsa, eski avtomobillaringizni ham hisoblab, sizlar bilan kelishib xarid qilamiz. Yetmagan ustini pulini xohlasangizlar nasiya savdo qilasizlar, xohlasangizlar esa ustini naqd berib qo'yasizlar. Va albatta 355 million so'mdan naqd pul bo'ladigan bo'lsa, kelishtirib, qaytib, chotki narxda qilib beramiz. Avtoshop avtosalonimizga kelasizlar. Mashinamiz sotuvga tayyor.